3 ta eng ko'p kompliment olib keladigan atirlarni sanab o'taman. Hozirgi kunda eng ko'p kompliment olib kelayotgan atir. Mijozimiz savol beribdilar. Videoni o'tkazib o'rmay ko'ringlar, men sizlarga hozir top 3 ta eng ko'p kompliment olib keladigan atirlarni sanab o'taman. Birinchisi bu 2025-yil internet portlatgan o'sha mashhur Aqua Sapphire atiri. Bu atirni sepib bu joyga borsanglar, albatta hidi sizlardan oldin kiradi va yon atrofingizdagilarni sizni eshitishga majbur qiladi. İkincisi bu Garmon Paris Gaba 2025-yil eng ko'p sotilgan atirlardan bittasi. Bu atirni sepib bu joyga borsanglar, albatta yon atrofingizdagilar nima atir sepding deb so'rashadi. Yoz va bahor uchun ideal tanlov. Uchinchisi bu albatta o'sha mashhur brend Louis Vuitton'dan Imagination atiri. Bu atir chiqqaniga ancha bo'lsa ham hali hanuz o'z darajasini yo'qotmagan atirlardan bittasi. Yoz va bahor fasllari uchun ideal tanlov. Bu atirlarni bemalol 10 mg dan boshlab elegant parfyumdan xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlarini opisaniyada qoldiramiz.